Bugun otajonimizning tug'ilgan kunlari. Yoshligimizdagi eng katta orzularimizdan biri bugun ikkinchi bora yana amalga oshdi. Ro'parost 2 yil oldin otamizga mashina sovg'a qilgan edik. O'shanga bugun yana tug'ilgan kunlariga o'sha o'zlariga yoqqan mashinani sovg'a qilishga Alloh o'zi yetkazdi. Yaxshi kunlarda haydasin. Biza Koreyadan uchib kelganimizni hech kim bilmaydi. Voy. Voy. Qatdan kelding? Allah g'alatisan-la, tavba qildim. Voy. Rahmat. Sandan chiqqandir hamma narsa. Sovg'a tayyorladik. Salomlar. Вообще hozir g'alati qilib qo'ydilaring meni. Voy. Voy. Davralarda dunyolardan gap boshlansa Rahmat. Baxtimizga sog' bo'ling. Judayam qattiq yaxshi ko'ramiz. Mana yaxshi ko'raman. Nimadan xursand bo'ldingiz? Sallada, mashinaga qaramayman, sallaman. Xayrli bo'lsa do'sti. Ko'rmadingiz uni. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Onajonim, hayotim keldi. Rahmat bola. Alloh rozi bo'lsin. Hozir